Oh my god. Bugun qanaqa kunligini bilsam kerak. Ha. Maktabim. Dadam yana ishga ketibdi. Dadam yana ketibdi. Oyim esa har doim ishda. Do'stlar, agarda shunaqa videolarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa videoni yana davom ettiramiz. O'zimni sinfim. Maktabga boraman. Oh my god. Xo'sh. Menga iPhone kerak. Qo'lini sotadigan joy qayerda edi? Qalam sotuvchi, mana, ana turibdi hamma narsa. Qalam sotuvchi joy. Salom. Salom, xush kelibsiz. Bizda juda ko'p qilichlar bor. Qay biri kerak? Mana bu zada degan nechbol hamda sehrlangan ekan. $4000 turadi. 3 istak Ezimrod olib kelsangiz bo'ldi. Tushunarli. Faqat 3 istak Ezimrodmi? Ha, 3 istak Ezimrod olib kelsangiz bo'ldi. Kreditga olsam bo'lmaydimi? Yo'q, kechirasiz, bizdan pulda uzr. Ha, mayli, hech qilsa olasangiz ham. Ha, mayli, keyin kecha turib kelaman. Hop. Bolalar o'g'irlik qilishimga to'g'ri keladi shekilli. Kimni uyda pul ko'p turishini bilaman. Albatta hech kim ko'rmayaptimi? Albatta hozir tezroq. Mana zumratlar. Mana zumratlar xullas bekiramiz, chiqib ketamiz. Bo'ldi, men endi aytibman. Hoy bolar, birovning uyidan chiqyapsan. Men qachon chiqdim birovning uyidan? Hozir nima qilding? Bu uyingni kirib, narsa o'g'irlab chiqdingmi? Yo'q. Qara cho'ntagingni ko'rsatchi. Nima cho'ntak kerak senga? Yaramas. Eshigini qulfla. Ey, la'nat qulfla. Tirikimiz hozircha. Yaramas, ushlab olsam putingni o'ynaman. Aniq yetib qolar. 3 stak zumradga bu. Xo'sh, bu stol va buni qolish kerak. Yetmadi. Yana olib kelishga to'g'ri keladi. Mayli, hech kim ko'rgani yo'q. Bo'ldi. Xullas kalom bo'ldi. 3 stak zumradga yetib qolish kerak. Xo'sh, endi uyimga kirib, eshigini yopib, eshigini qulflayman. Yaxshi. Xo'sh, bulardan esa 3 stak zumradni yasab olaman. Tayyor. Men endi bularni blok qilsam bo'ldimi? Yo, balki blogini berarman. Sizga rostdan ham. Blogini beraman, 30 ta blok. Tashi menda iPhone ham bor. Kimgadir telefon qilishim kerak edi. Allo, xush kelibsiz. Bizning kompaniyamizga biz shahar chetining 41. Men kerak emas bu. Ochiq ekan haqiqiy.
Assalomu alaykum. Men esa mana bu qilichni olaman. Rahmat. Mana sizga puli oling. Shuncha pul yetadimi? Bular juda ham ko'p. Faqat yerga tushga tiqaman, olaman. Bu qilichni sotib olganingiz uchun rahmat. Voy, nima bo'lyapsan? Uzr so'ra tezroq. Uzr, tayib ketdi. Bu qilichda bir va yana bir naqa, xullas ikkita sehrga sehrlangan ekan. Ha, albatta. Bu qilichni olganingizda siz yoki zombi yoki shunga o'xshash narsalarni bir zarba yoki ikki zarbada yoki 3 zarbada yo'q qilib yuborasiz. Tushunarlimi? Ha, tushundim. Juda ham ko'p valdiravaldingiz, kerak emas. Shunda dadam telefon qilyapti. Boyani maktabdan shekilli. Nima qilaman endi men maktabda? Endi nima qilaman? Mayli, ko'taracha. Alyo. Yaramas, nega sen maktabga bormayapsan? Menga borsam ko'rasan. Dada, men bugun maktabligini bilmabman. Ertadan aniq boraman. Sen yaramas vahimachi ekansan-da. Pachoqali ekansan. Sen yaramas. Senga nima deyapman? Hozirroq maktabga bor. Xo'p, maktabga hozirroq boraman. Hozir ustimni kiyaman, boraman. Tezlash. Maktab hozir tugashga 2 soat qoldi. 2 soat o'qib kel, hech bo'lmasa. Xo'p. Juda ko'p valdiravaldingiz. Fajr. Nimalar deyapman? Oyi, dada, meni kechiringlar. Men bu ishni qilmasam bo'lmaydi. Sanab tashlarim jonimga sayda. Bu ishni men qilaman. Qani ketdim. Yaramaslar. Quyosh ham botay deb qopti. Mayli, ittay qilar mana. Mayli, ertaga boshlayman endi. Hozir uyimga kiraman. Endi dadam kelsa meni ayiradi. Yaramas, bilin. Nima qilishni bilmadim. Shunaqada men nima qilishni bilmadim va yotdim. Yana yotdim. Xullas ancha payt yotdim. Bir telefon o'ynadim. Video oldim YouTube'ga. Hozir o'zim ham video olyapman va erta bo'lganda xullas men ertagacha kutdim va tayyorgarlik ko'rishga qaror qildim kechquruni bilan. Telefondan ham zerikdim. Nima qilsam bo'ladi? Mani qo'yib ketishyapti. Men esa uxlashim kerak. Xullas kalom, erta bo'lishi bilan hammasiga aniq qilaman. Tasha damlama qamchi bo'laman. Maktabdagi hech kim tirik qolmaydi. Uxlab bo'lmayapti bu. Shunaqada uxlar balki. Xullas men uxladim do'stlar. Erta bo'lishini kutdim. Xo'sh, yana bir kun o'tdi. Dadam esa yana ishdan men tezroq borishim kerak maktabga. Maktabga soat 8, necha bo'ldi soat? Albatta, soat 9:34. 9:34 bo'libdi.
9:35 da chiqishga bo'lsa, demak 1 daqiqaning ichida maktabga yetib borishim kerak. Faqat men yo'llarda juda adashyapman. Nima, bu menga yangi qishloqqa kelganim uchunmi? Hozir hammasi ko'radi mendan. Hech biri tirik qolmaydi. Hech biri tirik qolmaydi deyapman. Hammasini o'ldiraman. Meni bular hali kim deb o'yladi? Mana maktab. Hali yangi qurilayotgan. Ona yana chiqishyapti. Ona tashqarida hamma. Hamma tanafga chiqdi-da, 35 bo'ldi-da. To'g'rimi bolajonlarim? Ana bo'lmasa endigina o'yinni boshladik. Yaramaslar. Senlarni bitta putingni ayiraman. Yaramaslar. Olib ketash. Olib ket. Qo'y, nima qilyapsan? Yo'q, men qochdim. Jo'qil qayoqqa ham qochasan? Yaramas, bu yoqqa kel. Oy, yaramas, bu yoqqa kel. Nima bo'lyapti? Senlarni bitta putingni ayiraman. Yaramaslar, bu yoqqa kelsan, qayoqqa qochyapsan? Sen nima qilyapsan bu yerda? Yo'qol. Dorsingga ko'r, yaramas. Yana putingni tiqaman. Yaramas. Qo'y, nima qilyapsan? Zor. Hammasiga zor. To'g'ri aytgan ekan. Bittada o'ldiradi deb. Kelsa ikkitada yaramas. Qo'y, nima qilyapsan? Yo'q. Nima qildim? Sen yaramas ekanlar, nimaga bosh o'tiribsanlar? Yaramaslar. Hech biring tirik qolmaysan. Mana bu yerda ikkitasi qochib yuribdi. Yo'q, qo'yim o'radi meni. Yugurib charchadim. Zo'r. Yaramaslar. Hech kim qolmadimi? Ketgancha mana bu xonaga kirmadim sen yaramasga. Xonachi, yo'q, bu xonada qolganga qurilyapti. Xullas, o'g'lim mendan hammasi yeb oldi. Shu qilig'i uchun ham javob beradi. Meni endi qamatish aniq. Lekin bittasini ushlolmadim, yarmi qochib ketdi. Dadamga telefon qilish hamma. Tushuntsam endi dadam menga telefon qilyapti. Ona qizil deb qo'yaveraman. Yana telefon qilyaptimi? Yana telefon qilyapti. Oxiri ko'tarishimga to'g'ri kelar ekanda, bilay. Alo. Qo'y, yaramas. Bilos xoromasa men nima qildim? Yaramas. Maktabga nimaga bolalarni o'ldirdik? Sen hali mendan ko'rasan. Hozirga ketyapman men. Hozir mendan ko'rasan. Yaramas. Seni putingni o'ydiraman. Bo'pti, valjirama. Dappi. Nima dedi? Yo'qolay. Do'stlar, shu joyda video tugatishga majburman, chunki buni 3-qismi ham bor. Faqat 3-qismi uchun ozgina bor yo'g'i 5 ta like yig'ib berasizlar, 5 ta dona. Bo'pti, sizlar 4 dona like yig'ib bersanglar ham yetadi. Lekin buni juda ham qiziq bo'lishi uchun nima qilinglar?
Xullas kalom men o'shanda uyimga bordim. Hammasini keyingi safar ko'radi bular mendan. Hammasini anaqa qilaman, o'ldiraman. Do'stlar, video shu joyda tugal. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.